O'zbek mana bunga o'xshagan itvachchalar mana mashalar o'zi bo'lmasa mana o'zbekni ko'ra olmaydiganlar mana ko'ryapsizlarmi? Qaysidir O'zbekistonda turib shunaqa haligindaqa o'zbekni sotadigan haromxo'rlar bor-da. Mana to'pda turganini ko'ra olmasdan streamida o'zbekga bam bergizyapti. To'pda turganligi uchun, ko't kuyayotganligi uchun bo'ladi. Bunaqa haromxo'rlarga qana qilib o'zlariga ham bermasa, bular dakansa olib boradi. Hech qachon olmasa O'zbekda akkauntda doim to'pda ham turmagan, turgizishmaydi ham. Battle'da ham to'pda ketsa bo'lmaydi, doim pastga tushirish voradi. Qanaqadir musobaqada ham, turnirda ham doim o'zbeklarni pastga urib yorishadi. Keyin bu yoqda dunyo bo'yicha harakat qilib to'p 1 ga olib chiqsa ham, masalan, isqirtlik qilib bular bamga tiqishadi akkauntda. Ba'zi bir o'zbek blogerlari, o'zbek youtuberlari kazyolchalar deyiladi, xezeleychalar deyiladi, qulchalar deyiladi. O'zbekni borib sotadigan ular kazyol hisoblanadi, ular haroma hisoblanadi. O'zini vatandoshini sotib, shuni timet qilib bamga tiqtirayotgan o'zbeklar ham bo'ladi. Mana haromiga bam bermasanglar, dakansa o'zbeklar to'p 1da 1 hafta turadi yoki 2 hafta turadi, undan yog'iga tura olmaydi. Shu timet qilib bam berishadi bu isqirtlar. Hozir harakat qilmasa, hamma video qilib chiqsin full. Asha arablarda content makerlar ko'rsa, hammasini atmetka qilinglar, Instagramga qo'yinglar video yoki nimadir qilinglar. Bugun akali baron yeyapti, sektor yeyapti o'rtada, bam to'fon yeyapti. Bu dakansa ketaveradi bular. Hech qachon o'zbeklarni to'p 1ga turishga yo'l qo'yishmaydi bu isqirtlar. Shuning uchun dakansa sizlar ham beringlar bunaqa isqirtlarga, men ID'sini topaman, bu isqirt haromini.